Hop. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Chegirmali narxlarda Umra safariga boraman deb niyat qilib turgan obunachilarimiz bo'lsa, xudo xolasa bugun Centrum Holidays firmasiga yetib kelganmiz. Albatta litsenziyaga ega kompaniya. Sizlarga birma-bir narxlar bilan tanishtirib o'tamiz. Videoda oxirigacha ko'rib bitta like bosib, kanalimizga yangi bo'lsalarni obuna bo'lib qo'yasizlar. Sizlar like bossalaring boshqa insonlarga xudo xolasa video foydali bo'ladi. Nizomiddin hoji akadan to'liq ma'lumotlarni olib o'tamiz. Assalomu alaykum, charchamaysizmi? Yaxshimisiz aka? Rahmat, kelib oldingizmi? Bemalol aka obunachilar bilan salomlashasiz bo'ladi. Assalomu alaykum hurmatli Centrum Holidays ashaddiy obunachilari. Hop, bizda hozirgi kunda dekabr oyi oxiriga reyslarimiz ham sanaqli qoldi. Qolaversa yanvar oyiga ham qabullarda ochiq deb e'lon qilamiz, xudo xolasa. Xo'p, zo'r. Boshlayveramiz aka. Birinchi bo'lib litsenziyalangan deb qo'ydim. Bitta litsenziyani tushuntirib o'ting endi aka obunachilar uchun. Litsenziyalarimiz mana xudo xolasa bizda Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasi joylashgan 692-uyda biz mana shu videoda primo sizlarga efirga olib chiqyapmiz. Bizlarda 14 talik litsenziyaga ega davlat firmalarining tomonidan o'sha 14 talikning ichida bittasi bu Centrum Holidays qonuniy firmalarimiz litsenziyamizga ega. Xudo xolasa litsenziya tomonidan qo'rqmasdan gapirsa bo'laveradi. Hamma yo'q qonuniy. Zo'r. Birma-bir aka sharoitlarini tushuntirib bering aka endi obunachilar uchun. Sharoitlarimiz Umra safarimiz 14 kunlik bo'ladi. 3 kun Madinada, 11 kun Makkada bo'ladi. Xo'p, Madinadagi gastinisalarimiz oraliq masofasini aytib o'tsak, xo'p, Madinada 150-200 metrda bo'ladi. Makka shahrida esa xo'p 1,5 kilometr, uzog'i bilan 2 kilometrda bo'ladi. Albatta 24 soat avtobus xizmatlarimiz ham bor. Bemalol avtobusdan foydalanib ibodatga borib kelsa bo'laveradi. Ichida bo'ladi hamma narsasi, xudo xolasa mutlaqo pul olinmaydi unga. O'sha hamma narsa ichida bo'ladi. Aha. Zo'r. Aka, o'zbek milliy taomlari bo'ladimi aka borishgandan keyin? Shuni bitta aytib o'ting. Albatta bizda o'zbek milliy taom bo'ladi. Turk taomlari bo'lmaydi. Madinada 2 mahal 3 kun, Makkada 11 kun 3 mahal o'zbek milliy taomlari bo'ladi. Albatta o'zbek povurlarimiz tomonidan taqdim qilinadi. Ha, demak Makkada abedga berilar ekan, ertalab beriladi, abed beriladi, kech payt beriladi. Xuddi shunaqami? Makkada 3 mahal, 3 mahal beriladi, Madinada 2 mahal, abed ujin. Ha. Abed bo'lmasa ekanda naqada? Nonishtasi bo'lmaydi. Ha, nonishtasi bo'ladi. Ha, abed ujini bo'ladi, nonishtasi bo'lmaydi. Ha, zo'r aka. Endi qachonga reyslarimiz bor aka? Xo'p, hozirgi kunda dekabr oyiga sanaqli kunlarga qoldi. Xo'p, aytib o'tib ketamiz. 27 dekabr Farg'ona Madina reysimiz bor. 30 va 31 dekabr xo'p Farg'ona Madinamiz bor. 28 dekabr, 29 dekabr Namangan Jidda reyslarimiz bor. Hamda 24 dekabrdan 31 dekabrgacha har kuni Toshkentdan Primoy Madina va Jidda reyslarimiz bor. Bemalol telefon qilishaversin. Xudo xolasa Vodiydan ham bor ekan, Toshkentdan ham bor ekanda reyslari, xudo xolasa. Zo'r. Narxlari qanchadan chiqadi endi aka? Xo'p, Vodiyda narxlarni aytib o'tsak, $1050 dan qilib beramiz. Farg'ona hamda Namangandan uchadigan reyslarimiz dekabrda oxirigacha $1050 dan qilib beramiz. Xo'p, Toshkentda esa $1100 dan qilib beramiz. 31 dekabrgacha har kuni reyslar bor. Bemalol telefon qilishaveradi. Ha, narxlari demak bir xil. Ha, Vodiydagi $1050, Toshkentdagi $1100 qilib beramiz. Zo'r, o'sha oxirgi 31 dekabrgacha narxlar bir xil ketadi, xudo xolasa. Aytib o'tganimizdek, xudo xolasa. Xo'p, endi sizlarda nima beriladi aka ketiladigan bo'lishsa? Xo'p, bizda qo'shimchasiga mana bunday beji beriladi, Centrum Holidays bejiga. Xo'p, mana bunday kamzillar beramiz. Albatta kamzillarimiz ham velika razmerlargacha bor. Bemalol yosh kattalarga ham, kichkinalarga ham razmer bor. Centrum Holidays yozuvi tushirilgan mana bunday sumkalarimiz bor. Bemalol ishlatsa bo'laveradi. Buni ham pishiq qilib, mana bunday yostiqlarimiz bor. Bonusga qo'shib beriladi. Bonusga qo'shib beramiz. Albatta bizdan ketgan obunachilarimizga mana bunday samolyotda bemalol xordoq olib ketishlari uchun yostiqchalarni ham qo'shib beramiz. Zo'r, xudo xolasa hamma shart-sharoitlar bor. Aloqaga chiqaveringlar. Chiroyli narxlarda qilib berishadi. Obuna bo'lib qo'ysangiz shunaqa chegirmali narxlarda Umra safarlar chiqarib boriladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Akam sizga ham kattakon rahmat. Rahmat, sog' bo'linglar.